Iroda faslimiz mana shunaqa chiroyli dvoyka. Bunga komplektda o'ziga mos ro'mol, diadema beriladi qizlar. Bu ko'ylagimizga ortiqcha ta'rif berishim hojati yo'q. Men sizlarga shu kungacha hamma ko'ylagim to'g'risida polni ta'rif beraman va storieslarimni ham yana to'ldirib tashlash niyatim yo'q. Aytganimda aktualniy to'liq ma'lumotlarni yangi kuzatayotgan kuzatuvchilar olishingiz mumkin. Bu ko'ylaklarga ortiqcha ta'rif keragi ham yo'q. Shuni chiroyliligini o'zida ko'rib turibsizlar. Shundaqa. Muxlisa fasonimizni ham mana havo rangi va buni ham diademasi xuddi shunaqa. Va mana koroleva fasonimiz 950 ml komplekt. Komplektatsiyasida shunaqa o'zini abayasini materialidan shunaqa chiroyli uzun sharfi bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab, dizayningizga qarab chiroyli qilib o'raysizlar va mana shunaqa belbog'i bor. Mana shu belbog'i bilan ham chiroyli qilib mana shu sharfi bilan qilib turib ham o'rasanglar bo'ladi-da. Chiroyli va zo'r look chiqadi bundan. Qo'llaringizlar chiqib turadi. Qomatini bildirmaydiganlar uchun asosan bizda keng fason va bitta muxlisa fasonimiz beli bog'langan. Aksiyada mana shu beli bog'langan bitta shu fasonimni qo'ydim. Bu ko'ylagimni ichidagi bazasini o'zini ham kiya olasizlar. Ortiqcha ta'rif kerak yo'q. Aytganimdek, aktualniga o'tib ham bemalol to'liq ma'lumotini olsanglar bo'ladi. Bu ko'ylaklarimizni ranglari ham aktualniyda. Hammasini imini qaysi fasondan qaysi rangi borligi o'sha o'zida qo'yilgan. Hammani yaxshi ko'raman. Uzun market silkasini keyingi storieslarda joylarni qoldirib sizlarga tushuntirib beraman. Qanaqa xarid qilishinglarni.